Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sababi arab tiliga qiziquvchilar uchun ushbu kanalda arab tilida to'g'ri o'qish va yozish qoidalarini birgalikda o'rganamiz. Birinchi darsimiz alif harfi bo'ladi. Alif harfi arab alifbosining birinchi harfi bo'lib, ikki xil ko'rinishga ega. Alif harfining alohida ko'rinishi va so'z boshidagi ko'rinishi va so'z o'rtasidagi ko'rinishi va so'z oxiridagi ko'rinishi. Demak, so'z boshi va alohida ko'rinishlari bir xil, o'rtasi va oxiri ko'rinishlari bir xil. Alif harfi o'zi alohida kelgan payti birorta tovushni ifodalamaydi. Xo'p, uning ustiga yoki ostiga ushbu belgilar qo'yiladi. Bu belgilar fatha, kasro hamda zamma deyiladi. Fatha bu a ni bildiradi, ya'ni a belgisini. Demak, alif harfining ustiga fatha qo'ysak a deb o'qiladi. Kasro esa i tovushini bildiradi va alif harfining pastiga kasro belgisini qo'ysak bu i deb o'qiladi. Hamda alif harfining ustiga ushbu belgini qo'ysak bu zamma deyilar edi va bu u deb o'qiladi. Xo'p, keling birgalikda o'qiymiz. A, i, u hamda sukun belgisi ham bor. Ushbu belgi sukun belgisini bildiradi va bu to'xtash demakdir.